Sizga umuman gap yo'q. Ikkinchi bonusni ham qo'lga kiritdingiz. Barakalla. Bilasizmi nima? Bugun men sizga Instagram orqali kimlar pul topadi, qanday pul topish mumkin degan savolga javob beraman. Yuragingiz yonadi, chunki Instagram juda yaxshigina pul manbasi. Agar shu manbada o'zingizni ko'ra olsangiz, cho'ntaklaringiz xursand bo'ladi, o'zingiz ham xursand bo'lasiz. Demak, bugun men sizga 5 ta kasb egasi haqida gapirib beraman. Birinchi o'rindagi kasb egasi Instagramdan hazillakasimi pul topmaydi. Sharoitlarni qilib oladi, har tomonlama mazza qilib, qaysidir ma'noda zamonaviy kasbda mazza qilib daromadini ko'radi. Demak, 5-o'rin. 5-o'rin bu copywriter, ssenaristlar. Copywriter, ssenarist deganni o'zi kim bular va qanday ular pul topadi? Instagram bilasiz, bu videolar olamiga aylangan yoki istoriyalarni ko'rsangiz, sizni qiziqtirib ushlab turadigan bitta platformaga aylangan. Har bittasini o'zini ketma-ketligi bor. Reels'da ichidagi ma'lumotlarni ham, istoriyada aytilayotgan gaplarni ham. Mana shularni o'sha kim gapirayotgan bo'lsa, o'shanga tayyorlab beradigan shaxslar bu copywriterlar, ssenaristlar. Opisaniya deydi, ma'lumot yozib qoldirdim, o'qib oling deb turib chiroyli matnlar beradi-ku, aynan shularni ham ular yozishadi. Ularsiz Instagramdagi hozir million prosmotrga ega bo'layotgan, zo'r kontent qilayotganlar deyarli yo'q hisob. Qaysidir kontent qilayotgan odamni o'zi kuchli ssenarist, kuchli copywriter. Qaysidirida kuchli ssenarist va kuchli copywriter bor. Copywriter, ssenaristlar mendagi ma'lumotga ko'ra oyiga kamida $1000 topishi mumkin. Agar kuchli harakat qilsa, 6, 7, 8 ta 10 ta proyekt olsa, chunki har bitta proyekt uchun uni o'rtacha qo'lga ushlaydigan summasi $100 ni tashkil qiladi. Demak, keyingisi bu targetologlar. Targeting degan narsani eshitgansiz, bilasiz, target yoqish degan so'zlarni eshitgansiz. Ya'ni bu Instagramda qanaqadir kontentni, mahsulotni, loyihani reklama qilib beradigan insonlar. Ko'pchilik aytishi mumkin, targetolog ishni ikkita knopkani bosadi va bo'ldimi? Qaysidir ma'noda ham. Lekin u o'tirib har bitta punktni analiz qilib chiqadi. Nima uchun bu narsa sodir bo'lyapti? Nima qilsam ko'proq natija beradi degan savolga javob qidirib, siz xizmatingizni, sizni mahsulotingizni, sizni yangi insonlarga ko'rsatib beradi. Targetologning vazifasi ana shundan iborat. Targetologlar bir nechta tarifda pul oladi. Birinchisi, har bitta proyektga target yoqiladigan summani nechidir foizigacha. Men shunaqa insonlarni taniyman, 20-30% ham oladi. Lekin ko'pchilikda bunaqa raqam emas, ko'pchilik 10-15% bilan cheklanadi. Misol uchun, bitta proyekt oyiga $1000 targetga tiqsa, bunaqalar bor, lekin umumiy olgan juda ham kam. O'shani 10% ni oladi, ya'ni $100. Agar unaqa proyektdan 5-6 ta yoki nechtadir bo'lsa, hisob-kitobini qilib oling. Kimdirlar bor, aniq belgilangan summalarni oladi. Misol uchun, kattaroq ish bor, unga aytadi, target summani to'xta, qiziqmay tur, biz senga oyiga manimcha beramiz. Tayyormisan? Kuniga 2 soat, 3 soat, 5 soat vaqting ketadi. Deydi, unga rozi bo'ladi. Targetologlarni aksar qismati, juda ham ko'p qismati bitta proyekt bilan ishlamaydi. Ularda bir nechta proyektlar bo'ladi va bir nechta proyektlarni o'sha deylik ma'lum bir kafelarda, boshqa joylarda, cowork joylarda o'tirib olib borishadi. Joy kelganda nima qilishadi? O'sha biznes egasi bilan ko'rishadi. 3-o'rin juda ham ko'p eshitgansiz bu narsani, bu kasb egalarini va bu kasbni, bu mobilografiya. Mobilograflar har bitta kontent uchun odatda pul oladi. Bitta kontent syomka qildi, uni montaj qildi, sizga taqdim qildi, siz rozi bo'ldingiz, pulni berdingiz. O'rtacha $10-15 dan boshlanib, $70-80 gacha o'zini deylik videosini sotadiganlar bor. Men unaqalarni taniyman. Agar ular oyiga $40 dan ishlasa va
kamida 3 ta 4 ta video qiladigan bo'lsa, kuniga masalan 2 ta video qiladigan bo'lsa ham ancha-muncha daromadga ega bo'ladi. Bu mobilografiya edi. Ya'ni har bitta Instagram yurituvchi insonga zo'r video kerak. Takoy nimadir mana effektlar deyishlar-ku, o'shanaqa narsa kerak. O'shani kim qilib beradi? Mobilograf qilib beradi. Unga kim target yoqadi? Targetolog yoqadi. Uni ssenariysini kim qiladi? Ssenarist, copywriterlar qiladi. 3-o'rindagi hozir 2-o'ringa keldik. 4-kasbimiz bu video montajchi. Aynan video montaj bilan shug'ullanadi. Ular mobilograf emas, syomka qilmaydi. Faqat syomka qilingan materiallarni montaj qiladi. Mana shunaqa tanishlarim bor, bir oyda 100 ta material montaj qiladi. Kamida 100 ta reels montaj qiladi. Har bitta reelsga oladigan haqqi 200 ming so'm. Hisob-kitob qilib ular necha pul topish mumkin. Instagram orqali daromad qilish mumkin bo'lgan bitta kasb. Endi birinchi o'rindagisi, ya'ni 5-kasbimiz bu SMM mutaxassisi. Mana shu hozir aytganlarim hammasini boshqaradi. Hozir ular so'rayotgan pulni beradi. Tushunyapsizmi? Pulni beradi va u bergan pul loyihani odatda 60% gacha bo'lgan summa bo'ladi. $2000 proyekt oladigan bo'lsa, uni o'rtacha $1200 to'liq xarajat bo'ladi. Qolgani o'zida qoladi va bu bitta proyektdan. SMM mutaxassisi aqlini yig'ib olgan bo'lsa, bitta o'zi bir vaqtni o'zida bemalol 4 ta proyektni yurita oladi. Bitta o'zi 5-chisida sekin o'y bo'lib komanda yig'ishni boshlash kerak. Ya'ni $3-4 oyga topish mumkin. Boshida o'ytabga chiqib olguncha vaqt o'tadi, lekin boshida $1000 gacha proyekt topa olasiz. Bitta joyda o'tirib ishlasangiz ham siz uchun ish bor. Mana shu 5 ta kasb egasi Instagram orqali bemalol daromad qilish mumkin. SMM ni o'rgansangiz, siz mobilografda ham boshqarasiz, video montajga ham vazifa bera olasiz, ssenarist va copywriter bilan birgalikda yaxshi narsalar yoza olasiz. Targetolog bu narsalarni reklamaga aylantirib beradi. Reklama orqali yangi obunachilar keladi. Yangi obunachilar kelganda sotuv bo'ladi. Sotuv bo'lgan biznes egasi sizdan xursand bo'ladi va uni boshqa biznes partnyorlari bor. Sizga yangi klient keladi. Ko'rdingizmi? SMM mutaxassisning vazifasi qanchalik muhim va u qanchalik masshtab orqali o'zini proyektlarini sota oladi. Agar siz natija qilib qo'ygan bo'lsangiz, kimdirdir oldiga borib menga proyekt ber deyish shart emas. Proyektlarni o'ziga keladi. Proyektlar o'zi kelyaptimi? Nima bo'ladi? Narx oshadi. Demak, bugun kim qanday qilib topadi degan savolga qaysi tomondan javob oldingiz? Xudo xohlasa siz bilan biz nima qilamiz? Ertaga 3-kunda ko'rishamiz.